Bugun o'tirib yoga qilamiz. O'rningizdan turgandan keyin shu mashqlarni qilsanglar bo'ladi yoki hattoki ofisda ham qilsa bo'ladigan mashqlar. O'tirib olamiz, oyoqlarimizni shunaqa taxlasak bu zo'r. Agar taxla olsak, og'riqli bo'lmasa. Agar prosta stulda ofisda o'tirgan bo'lsak, oddiy o'tiraveramiz. Asosiysi yumshoq bulchkalarimizni tegimizdan chiqaramiz, yelkalar orqaga pastga, kaftlarimizni ochib qo'yamiz, tirsaklarimizni tekis bo'sh qo'yamiz. Qo'limizni barmoqlarini shunaqa ushlab olamiz. Bu holatda biz qongacha nafas olamiz. Chuqur nafas olamiz. Chuqur nafas chiqaramiz. O'zimizdan xabar olib qo'yamiz. Qanaqa his qilyapmiz o'zimizni? Har chuqur nafas olganda oyoqni uchigacha nafas olamiz. Och qoringa. Bugungi mashqlarni to'q qoringa ham bajarsa bo'ladi, lekin och qoringa baribir effekti yaxshiroq. Bugun juma, katta niyat qilsak bo'ladi. Hammaga muborak bo'lsin, bugungi kun barokatli bo'lsin. Katta global orzularni ham niyat qilsak bo'ladi. Niyat qildik. Qo'llarimizni sonlarimizga qo'yamiz, dahanimiz bilan osmonga. Nafas oldik, nafas chiqarganda o'zimizga tortamiz. Nafas olamiz, tepada faqat boshimizni tashlab olmaymiz, ushlab turib cho'zamiz bo'ynimizni. Tashlab olayotgan bo'lsak, barmoqlarni qo'yib qo'yamiz. Saqlab qolamiz shu. Barmoqlardan yasalgan korset saqlab qoladi bo'yinni. Отлично. Nafas oldik, nafas chiqarganda o'ng tarafga. Ushlab turamiz, butun nafas chiqib ketguncha. Nafas olamiz, nafas chiqaramiz boshqa tomonga. Qaysi tomonga biz chuqurroq boryapmiz. Nafas olamiz, nafas chiqaramiz. Qaysi tomonga uncha emas. Отлично. Endi o'ng quloq tepaga, prям quloqni betgacha prям ilib olib, quloqni tortsak ham bo'ladi. Yuzimiz oldinga qaragan pastga emas. Prям ilib oldik, quloqni tagidan tortyapmiz. Nafas oldik, nafas chiqardik. Boshqa quloqni ilib oldik. Tortamiz. Nafas chiqarishda chuqurlashamiz. Отлично. Endi yelkalarni sal qizdirib olamiz. Qo'limizni zamokka o'giramiz tepaga. Nafas olamiz. Nafas oldik. Nafas chiqarganda orqadan aylantirib kelamiz. Nafas oldik. Nafas chiqardik. Har bir mashqni 3-5 martadan bajarsak, bu minimum. Молодец. Endi orqadan qulf qilamiz. Qulfni noqulayi bor. Noqulayini qilamiz. Noqulay qulf. Sal zamokka pastga tushiramiz, yelkani tushirib olish uchun sal ko'taramiz. Ko'tarsak bu kuchaysa, unda ko'tarmaymiz sal. Nomiga taqalsa bo'ldi. Bu yerda dahanimiz bilan osmonga. Yoga face yoga qilsak bo'ladi. Kulib turamizda.
Siqildaxalni chiqaramiz. Nafas oldik, nafas chiqarganda aylantirdik. Yana zamok. Nafas chiqardik. Nafas chiqardik. Uni ham 3-5 marta o'tirgan joyimizni stulda ham bajarsak bo'ladi. Agar stulda bo'lsak, qo'limizni boshqa songa qo'yib, yonboshimizni cho'zamiz. Agar stulda bo'lmasa, yonimizga qo'ysak ham bo'ladi. Bu yerda birinchi qo'limizni tekis qilib cho'zib olamiz. Endi tirsakni buklaymizda shu lopatkamiz qo'rg'alarni olib ketyapti. Buni yelkani ko'tarmaymiz, biz lopatkani ko'taramiz. Qo'l yerga tiqib qo'ymoqchimiz. Tushuntira oldimmi? Tekisida endi bukladikda tortamiz. Kirishayotgandek. Boshqa tomonga oyoqlar charchab ketgan bo'lsa, yerda o'sha yoki kravatda o'tirgan bo'lsa, oyoqlar charchab ketgan bo'lsa, oyoqlarni almashtiramiz. Boshqa tomonga qo'lni qo'ydik yoki songa qo'ydik. Ana stulda o'tirgan bo'lsak, sonda-da yonboshimizni cho'zamiz. Ilib olamiz, yiqilib tushmasligi uchun. Stulga yerda bo'lsa, yerga qo'ydik. Tekis qo'limiz bilan kurriylarni olib ketyapmiz, qo'rg'alar ochilyapti. Mana shu yonboshimizni cho'zayotganimizda biz qo'rg'alarga havo yuboramiz. Endi tirsakni buklaymizda yerga itaramiz. Kafti pastga qaragan. Oyoq oldinda bo'lsanda buralamiz bu yerda. Stulda o'tirgan bo'lsak, oyoqlarimiz o'tirgan bo'lsa, просто sonimizni itarib orqaga buralamiz. Stul spinkasini ham o'sha bo'lsa bo'ladi. Orqaga buraldik. Boshqa oyoq o'tirgan bo'lsak, shunda o'tiraveramiz, sonimizni itaramiz, orqaga buralamiz. Faqat nafas chiqarishda chuqurlashamiz. Nafas oldik, nafas chiqardik, chuqurlashdik. Отлично. Stulda o'tirgan bo'lsak, просто bitta oyog'imizni ko'taramiz. Bu yerda bu oyoq buklangan turaversa bo'ladi. Ko'tardik, o'ng taraf, bu hozir o'ng qo'l, mana chap qo'limda soat. Shu yerda qorinni siqib, ushlab turib buralamiz. Ayniqsa kimniki qabziyatli bo'lsa yoki qandli diabetda shu mashq yaxshi, buralishlar. Buralishni ham to'g'ri bajaringlar, tos joyida qolishi kerak. Tepa qism buraladi. Ishxonada ham stulda bitta oyoqni ko'tarib obed payti bajarib olsa bo'ladi. Boshqa oyoqni bukladik. Shuni bilan qorinni siqamiz. Siqib ushlab turib, tepa qismimiz buraladi. Orqani yerga itaramiz. Qo'limiz bilan ham o'zimizni burashga harakat qilamiz. Stulda o'tirgan bo'lsa, stulni ushlab buraymiz o'zimiz. Muzika ham bugun o'xshamadi, muzika ham normalniy topolmadim. Молодец.
Молодцы. Mana shu stulda o'tirgan bo'lsak ham, oyoqni buklab o'tirsak ham, ko'shka karovan qorsi bo'ladi bu yerda. Umurtqa ko'shka karovan qiladi. Yurak oldinga, dahanimiz bilan yelkalar orqaga. Nafas oldik, nafas chiqarganda orqaga. Nafas olamiz, yurak oldinga, nafas chiqarganda prям bukchayamiz. Tepa qismimiz bukchayadi, bel bukchaymaydi. Dahanimiz o'zimizga. Stulda o'tirgan bo'lsak, shundan qilib bajaraveramiz. Stulda tizzani ilib olib, orqaga tortsak bo'ladi o'zimiz. Oyoqlarni cho'zamiz. Stulda o'tirgan bo'lsak, pastga stulni chetiga o'tirib, popa bilan shunday ilib olsak, stulni bo'ldi. Oyoqni tizzani tekislaymiz, oyoqning uchini o'zimizga tortamiz. Pastga engashamiz. Qattiq tortilish bo'lsa, tizzani buklasak bo'ladi. Bu markaziy nerv tizimini tinchlantiradi, mustahkamlaydi. Bo'sh qo'yib, bo'ynimiz yumshoq, boshimiz og'ir. Agar o'rinli bo'lsanglar, endi ofisda qila olmasanglar kerak, ofisda prosta oyoqni kengroq ochib, yerga top urib qo'ysanglar bo'ladi. Sog'lom toz bo'g'imlari ishlasa bo'ladi. O'rinli bo'lsanglar, bu tarafga tashlaymiz. Toz bo'g'imlarini ishlataversak, jinsiy organligi, o'sha gormonligi yaxshi. Bu nafaqat ayolligi, erkakligi ham. Albatta, stulda o'tirgan bo'lsak ham, oyoqni kengroq qo'yib, oldinga osilib olsa bo'ladi. Agar o'rinli bo'lsak, prosta oyoqni sal kengroq ochib, o'zimizni tashlaymiz, oyoqni uchini o'zimizga tortib turamiz. Oxirida qo'llarimizni nima deydi? Qo'llarni davaycha bunaqa mushukga o'xshab ushlab olamiz. Как будто nimadir ushlab oldik. Shunaqa qilib aylantiramiz. Oyoqlarni ham o'tirgan joyda aylantiramiz. Bir tomonga 10 marta 6, 7, 8, 9, 10 boshqa tomonga 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu yerda shu stulda o'tirgan bo'lsak, mana stulda o'tirgan bo'lsak, prosta oyoqni ko'taramiz. Tekislaymiz, buklaymiz, tekislaymiz, buklaymiz. Davaycha o'tirgan holatimizda ham sonlarimizni ushlaymizda, u oyoqni tekislaymiz, buklaymiz, bu oyoqni. Bo'lsa ham tizzamizga ishlab oldik. Shunaqa oddiy mashqlar necha minut deylar oldi? 10 minut, naverno 15 minut. Уже boshqacha his qilasizlar o'zinglarni. Masalan, bloklar, shu bo'yindagi, beldagi bloklar qo'yib yuboradi.
albatta bajarib ko'ringlar. Men уже ketdim ishga, ertalabki darsimga. Kechqurun ham dars bor bugun. Kuningiz xayrli bo'lsin.